Davom etamiz. Tez va noqonuniy daromad ortidan quvish oxir-oqibat panjara ortiga yetaklaydi. Ayni kunlarda yurtimiz bo'ylab o'tkazilayotgan tezkor tadbirlar davomida turli noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotganlar, ayniqsa yashirin narkolaboratoriyalar fosh etilmoqda. Navbatdagi operatsiyalar davomida ham ana shunday holatlar aniqlandi. Toshkent shahrida giyohvandlik va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining tarqalishiga qarshi bir qator tezkor tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda narkolaboratoriya faoliyatiga chek qo'yildi. Xususan, Yunusobod tumanida 2 nafar shaxs qo'lga olindi. Ularning yonidan 15 dona pregabalin hamda 1 dona tropikamet kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari topilgan. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, fuqarolarning vaqtincha yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, u yerda 2,5 kilogramm pregabalin va 500 gram tropikamet suyuqligi, 100 ming dona bo'sh kapsulalar hamda ularni qadoqlash uchun ishlatiladigan turli xil buyumlar topilib, daliliy ashyo o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilib olindi. Umumiy daromad topishimiz mumkinligini aytganligiga qiziqib ishga kirdim men ham. Keyin ishimdan juda ham pushaymonman. Qani ediki, mana shu 20 kunni orqaga qaytarish iloji bo'lganda mana shu sohaga qaytib kirmasdim. Yo qamoq yo o'lim. Baribir shu ikkalasining bittasiga bu yo'ldan borsa tutilargan baribir. Hech qanaqasiga bir yaxshi yo'l yo'q ekan uning oxirida. Jinoyat jazosi qolmas ekan, meni misolimda ko'rsatadigan bo'ladi mana. Xodimlarning sa'y-harakati va sergakligi natijasida 6000 ta bir martalik dozaga teng bo'lgan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining tarqalishiga chek qo'yildi. Fuqarolar, ayniqsa yoshlarning zaharlanishi oldi olindi. Bu kabi tezkor tadbirlar tunu kun muntazam ravishda olib borilib, giyohvandlik va kuchli ta'sir qiluvchi dorilar savdosi bilan shug'ullangan shaxslar qo'lga olinib, qonun ustuvorligi ta'minlanmoqda. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchilarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan.